Assalomu alaykum obunachilar, Fazan shifozor. Aka-ukalar qaranglar, Real Hunter'ga kelganman, ishga xabaringlar bor. Bugun 3-chi kuni inshaalloh. Nimalar qildim hosiliga podrobniy oxirigacha ko'rsataman. Faqat videoni oxirigacha ko'ringlar. Kelgan aka-ukalar, kamchilik joyi bo'lsa aytib o'tinglar kommentariyada. Har bittani bittalab o'qiyman. Habibulloh, men bitta xato qilsam, men bunaqa qilgin deb bilasizlar, men maslahat bilan qilaman. Xalqim qarindoshlar, like bosinglar. Ketdik mana xudo xolisa. Tak bu kiraverish, bilasizlar. Tashqaridan boshlay qolaman, ketdik. Tak, aka-ukalar, mana bu общий ko'rinishi, mana общий valer. Men bu yerda nima qildim? Fazallarning xorozlari rassa ko'p. O'shunga xorozlarni olib tashab, makiyonlarni parladim, o'sha tuxumga tayyor qilib parladim. Hop, sisarkalar o'zi 50 ta, 50 tadan bitta ikkita o'lganini o'zim olib kelganman. Tuxumni sisarkalar yaxshi. Mana joylari kamchiligi bo'lsa aytinglar, akalar. Fazanchi ustozlarim, ko'ringlar mana. Hop, bu ikkinchisiga kaklikni qo'ydim. Kaklikni nimaga qo'ydim? Ichkarida turuvdi o'zi, quyosh ko'rmay yotuvdi. O'shuni hisobiga Mamatga chiqsin dedim. Tuxum kam qo'yayotgan ekan. Quyoshda yursa, menimcha, quyoshda issiqda yursa, mana o'tirib odam mana cho'milyapti maza qilib. Shuni tuxumi ko'proq chiqadi. Ham kattaroq joy mana maza qilib o'ynab yurishdi mana, yayiluvdi mana. Ketdik mana. Lekin mana xorozlari ham kecha ajratdim. 10 ta xoroz, 10 ta tovuq ekan bular. Okalar, ko'ringlar. O'tkir aka, siz yaxshi tushunasiz. Mana kaklik sizga telefon qildimmi boya, mana qarang. Tak, 10 ta xoroz, 10 ta tovuq. Agar tovuq qo'shish kerakmi, qo'shish kerak emasmi? Nima qilish kerak shuni? Bitta yozib yuboringlar. Men to'g'risi kaklik boqqanman, lekin zo'r tushunmayman, lekin tushunaman. Nu, menimcha makiyoni kam. 10 ta xorozga 10 ta makiyon kam. Mana. Maza qilib cho'milyapti bular mana. Turpoqda cho'milsa mana zo'r tuxumga ham tezroq kiradi. Mana bitta quyoshda. Endi bugun havo aynida bilmayman, Allohning kunini nasib. Xo'p, kaklikni ko'rdik. Mana. Mana ikkita chetdagi xoroz, men o'rtadagi tovuq mana o'zi bilinyapti mana. Mana. O'zi bilinadi mana. Tak. Ayoqdan kirib chiqadi. O'tkir aka kirib chiqib yuradi. Almazni qo'ymadim. Almazni qo'ymoqchi edim, mayli aralashtirmay qo'ya qolay dedim, qo'ymadim. Tak, ketdi. Mana bu yerdan fazan boshlandi. Ketdi, qarang. Tak, bu yerda 30 ta, yo'q, 40 ta xoroz, makiyon. Mana 40 ta makiyonga 15 ta xoroz qildim. 40 ta makiyonga 15 ta xoroz qildim. Ko'ringlar, fikringlarni yozinglar. Har bitta odam fikri muhim, to'g'risi. Bittalab nima qilaman. Mana. Kakliklar bosyapti, raza bosyapti ularni. O'tkir aka, mana ko'ring. Bu tashqarisi mana xorozlar. Mana. Ketdi mana xorozlar bular. Mana YouTube'ga alohida video qo'yaman, akalar, shoshmay ko'ringlar. Xullas, bu yerda 40 ta makiyon, 15 ta xoroz qildim bu yoqni. Menimcha yomon emas, chunki fazanni o'zimiz boqqanmiz, parlagani menimcha yomon emas. Tak, ketdik.